Barchaga assalomu alaykum. Tibbiyot oliy muassasalari va texnikumlarida Stata dasturini o'rgatish loyihasi asoschisi oliy ma'lumotli farmakolog Shahnoza Qodirovaman va bugungi darsimizda biz ikkinchi darsimizning uzviy davomi bo'lgan histogramning o'rganishni davom ettiramiz va kelgan joyimizdan kiritiladigan buyruqlarimizni mazmun mohiyati va ulardan kelib chiqadigan natijalarni tahlil qilamiz. Xo'p, buning uchun bizga kerakli bo'lgan datamizni va do faylimizni import qilib oldik va biz oxirgi marta histogramga kelib qolgandik. Bunda biz muammoga ideal yechim degan o'zgaruvchimizni tanlab turib, shu bo'yicha jarayonni olib borgandik. Endi bunga biz keling ko'zdagi o'zgarishlar deb beramiz va histogramni chizib ko'ramiz. Bizda o'zgarishlarni ko'rsatib berdi va e'tibor beramiz. Ko'zdagi o'zgarishlarga yechim bir xil chiziq bilan ketmayapti. Aksincha, mana bu joyida past va o'rtalikda ochiq holat qayd qilinyapti. Bu degani bizga ko'rsatilayotgan yechimlarning hammasi ham bizning ko'zimizning individual holatiga mos kelmaydi va bu bizning ko'zimizda o'sha dori vositasiga bo'lgan yuqori sezuvchanlikni yokida boshqa yondosh kasalliklarning ortishiga ham sabab bo'ladi degan holatni keltirib chiqaradi. Ko'zdagi o'zgarishlarga yechimni mana shu joyda foizlarda agar ifodalasak 10%, 20% va 30% va 0% dan 10% gacha bo'lgan oralikda bu juda kam yechim ekanini ko'ramiz va 20 va 30% oralikda esa bu ancha yuqori natijani qayd qilganini ko'rib chiqamiz. Bu holat nimaga bunaqa holatga kelib chiqadi? Bunga ko'zlardagi o'zgarishlarga yechim bir xil yechim bo'lgan taqdirda ham bu insonning boshqa yondosh kasalliklar bilan og'rimagan, ya'ni kasallik varaqasidagi kasalliklar va yoshi, jinsi va organizmining individual xususiyatlari, shu jumladan qon tarkibi va qon tahlili va beriladigan dori vositalarini qabul qila olish darajasi, ya'ni dori vositalariga bo'lgan yuqori sezuvchanlikning mavjud yoki mavjud emasligi bilan izohlanadi. Shuning uchun ko'zdagi o'zgarishlarga yechim bizning histogramda normal holatni qayd etmayapti va buning sabablarini hozir tushuntirib o'tdim. Bu grafikni ham biz ustiga bosib save as orqali saqlay qilishimiz, copy orqali copier qilishimiz yoki print orqali pechatga qilishimiz mumkin bo'ladi. Yoki mana shu amallarni biz faylga o'tib, mana shu fayl qismidan ham amalga oshira olamiz. Demak, davom etamiz. Endi mana shu histogram funksiyasini davom ettirgan holatda men o'tgan darsda ham aytdim, yana takrorlayman. Biz statadagi kodlarni xuddi Python singari, agar Pythondan xabaringiz bo'lsa, Pythonda kodlarni qo'lda ruchnoy ham kirita olamiz yoki kod shablonini olib kelib turib, kerakli joylarni o'zgartirgan holatda ham yechim bera olamiz. Va statada ham ana shu tizim ishlaydi. Ya'ni biz qo'lda ham kirita olamiz yoki
do faylimizga agar saqlanib qilgan bo'lsak, o'sha joydan copy write ham qila olamiz. Bizda ikkinchi funksiya ketadi. Faqat bunda manda ошибка bo'lgan joyi, men kodni shunda kopировать qilib shunda stavitni bosdim va enter knopkani bosdim va bunda men o'zgaruvchini to'g'rilamadim, chunki menda export degan o'zgaruvchi mavjud emas va uni o'rniga men aslida o'zimning datamda bo'lgan o'zgaruvchilarni kiritishim kerak edi. Ana shuning uchun menda ошибка chiqdi. Ya'ni bu ошибка bundan keyin datani yoki berilgan kodni to'g'ridan to'g'ri kopировать qilmasdan, balki kerakli o'zgaruvchilarni o'zgartirgan holatda amalga oshirishimiz kerakligini anglatadi. Demak, to'g'rilaymiz. Masalan, dori vositalarining kamchiliklari. Bunda bizga ham ko'rib turganingizdek, har birini agar 25% dan deb hisoblaydigan bo'lsak, umumiy hisobda 100% ni tashkil qiladi va eng katta darajamizda bizda dori vositalari agar har bitta guruhni klinik tadqiqotning ma'lum bir tadqiqot guruhlaridagi dori vositalari deb belgilaydigan bo'lsak, bu birinchi guruh, bu ikkinchi guruh, bu uchinchi, bu to'rtinchi guruh. Bu farmakologik jihatdan bo'lishi mumkin nazorat guruhi, bu bo'lishi mumkin o'sha dori vositasi bilan kasal chaqirilgan, sodda tilda shunaqa kasal chaqirilgan yoki sog'lom hayvonlar bilan tashkil topgan guruh bo'lishi mumkin. Va dori vositalarimiz guruhlar kesimida quyidagi holatlarda natijasi keltirilmoqda. Ya'ni bu degani hamma dori vositalarini ham aynan tibbiyot tilida oddiy misolda tushuntiradigan bo'lsak, bitta turdagi bitta farmakologik guruhga mansub bo'lgan dori vositasi bilan biz laboratoriya sichqonlari yoki kalamushlarda klinik oldi tadqiqot o'tkazadigan bo'lsak, bu dori vositalarining kamchiliklari har xil o'lchamda va har xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Bunda bo'lishi mumkin hayvon bilan ishlashda qonun qoidalari, texnik talablarga rioya qilmaganligimiz hisobidan dori vositamiz isrof bo'lishi, ya'ni to'kilib ketishi yoki dorixonadan sotib olayotganimizda uning yaroqlilik muddatiga qaramasdan olgan bo'lishimiz, yaroqlilik muddati o'tgan yoki endi o'tish arafasida muddatga ozgina qolgan dori vositalarimiz bo'lishi yokida saqlash sharoitiga rioya qilmasdan saqlaganimizning natijasi dori vositamizning farmakologik svoystvasi o'zgargan holat bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizning e'tiborsizligimiz va texnik talablarni bilmasligimiz sababli dori vositalarimiz turli xil kamchiliklar bilan namoyon bo'ladi va agar buni biz insonda qoladigan bo'lsak, og'ir holatlarga olib keladi. Keyingi funksiyalarimizni keyingi videomizda ko'rib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.